Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, dunyodagi barcha bandalarni hayot tarzida bo'ladigan omillarni ikki bosqichi davomida bo'lishi shart. Allohning farzi haqida barcha insonlar bilib va bilmaydigan haqiqat haqida baholi qudrat eslatma berdim. Bu ikki davrni o'ziga xos omillari insonlar qilishi mumkin bo'lgan eng baxtli hayot tarzi hisoblanadi. Endi hayotning Alloh bergan birinchi, ikkinchi farzidan bandalar bilmaydigan, boshlaridan o'tkazmagan uchinchi hayot omilida uchraydigan jarayonlar haqida yoshlarga ibrat sifatida ayni haqiqat hayot tarzi, xayrlik davri haqida ma'lumotlarni bayon qilishni boshlasam. Eng avvalo kekchalik haqida insonlar bergan adolatli baholardan bir nechasini bayon etsam. Bir 100 yoshli qariyani mazax qilib, bir tetik, qaddi qomati kelishgan baquvvat yosh xo'roz maqomiga ega bo'lgan inson shunday debdi: "Ey otaxon, bu kamonni qancha so'mga sotib oldingiz? Ayting, men ham sotib olsam" degan ekan. Keksa otaxon sabr qilib, Alloh talab qilgan savobli omillarni bajarib, Allohdan uzoq umr berishini so'rab yursangiz, sotib olishga hojat yo'q. Tekinga beradilar deb javob bergan ekanlar. Bir nabiram menga: "Opodda, bir savolim bor, javob bersangiz" dedi. Men: "Ayt o'g'lim, savolingni" desam, dastlab 4 oyoqlab, keyin ko'p vaqtlar 2 oyoqda va oxirida 3 oyoqlab yuradigan maxluqot kim deb dedi. Ancha o'ylagach, "Odam" dedim. Nabiram juda xursand bo'lib, "To'g'ri topdingiz" dedi. Haqiqatdan ham odamlar, bolalar dastlab chaqaloqlar 2 qo'l, 2 oyoq yordamida ermachalab yurar ekanlar-da. Xo'p, so'ngra esa 2 oyoqlab uzoq yillar davomida el yurtga xizmat qilib yurib, oxiri keksalikka yetib borgach, asov, ya'ni hassanadan foydalanar ekanlar-da. Qarilik belgilari: egilib, 2 qo'llarini bellariga qo'yib yurishlik, har qanday ovqatni to'kib chochib yeyishlik, bu insondan boshqa aqlli odam yo'q hisoblab nasihatlar qilib yurishlik, mayda qadam bo'lib qolishlik, ya'ni juda qisqa joyga qadam tashlab yurish hollari qarilikning asosiy belgilari. Kasallik xuruj qilganda esa qarilik og'ir dard deb nolishlik qarilar uchun asosan belgilar hisoblanadi. Qarilik og'ir dard azaldan bor gap. Afsuski, bu dardga berib bo'lmas chap. Xudoyim xushlasa, el ardolasa, qarilik chog'ida
top qaytan sharaf deydi bir shoir. Keksalar nasihati quloqqa olgin. Hech bo'lmasa bitta ko'ylakni ortiq yirtgan-ku deydi xalqimiz. Eng oliy fazilat diyonatliging, eng og'ir jinoyat xiyonatliging, inson umrini omonatligin yoshlar nazariga ilib ilmaydi, qari bilganini pari bilmaydi deydi Kamoliddin Rahimov. Bir qariya keksa tajribali tabibga borib, tabib boshim og'rib shanqillayapti desa, tabib qarilik debdi. Ko'zim xiralashib insonlarni taniy olmayapman desa, bu ham qarilik debdi. Oyog'imda quvvat yo'q, so'zlarni yaxshi anglay olmayapman desa, qarilikda desa, bemor qariya men najot tilasamu hammasiga qarilik dedingiz deb achchiqlansa, tabib bosiqlik bilan jahlingiz chiqmasin, o'zingizni bosib sabr qiling, bu ham qarilikda degan ekan. Hurmatli tinglovchilar, keyingi mashg'ulotlarda ham shu qarilik haqida va Allohning uchinchi hayot tarzidan tashqari to'rtinchi omili ham mavjudligi haqida ma'lumot bersam. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat.